5 yaşar edim. Maz yesimga mesela bir tush ko'rganda keladi. Bu yoqlar masalan buğday qimmat bo'lib 100 rupiya bo'ldi. Buğday qimmat edi 100 rupiya bo'ldi. Böyle topilmaydi. Bir yoqdan mutarkimiydi, vasile yo'q edi. Bir yoqdan kimiydi mardimlar. Shu raqam gaplaydi ki masalan bir yil mardim chiqsaram ko'chib ketdi, haraqa tuvarib ketdi, nisbi bo'lib ketdi. U bir narsa bir qishlardan kelmasa, bir Afg'oniston o'zi nima tuzaladi? Mana o'sha sababiga bizda o'sha allam ko'p bizda bachcha edik. Esimizga manda keladi. Undan nari ham xushtolik keladi uni. Xushtolikni Xudo keltiradi, banda ketira olmaydi uni. Uni agar iroda olsa, ular Alloh odam kofir bo'ladi. Qorlar kuni yo'q edi, shuni qo'yib edi. Bizda bir qop bug'doy o'rtadik, bir kanal bug'doy olib, tarozning pallasida qorni bug'doy qo'ydi, bir palon taroziga nimani qo'ydilar. Samonni. O'shanda ham molimiz qirib o'lib ketdi, mol topilmaydi samonda. Aslan samonga fazla xudolar jo'ki bo'lgan. Mutarga o'tgan bo'la. Bu. Ko'p yaxshi narsa o'ylaydi, uni Xudoning rishiga har roz keladi Allohning tarafidan. Biz uni Xudoning ishiga iroda ololmaymiz, Xudoga. Biz musulmonligimiz xotirini emas. Har narsaga shukur qilmoqlik, shukurda.